7-sinf o'quvchilari uchun kimyo fanidan 4-amaliy mashg'ulot. Mavzu: kislorod olish va uning xossalari bilan tanishish. Kislorodni laboratoriya sharoitida quyidagi moddalardan olish mumkin. Bugungi tajribamizda laboratoriya sharoitida kaliy-permanganatdan kislorod olish jarayonini o'rganamiz. Kislorod olish va uni yig'ish bilan tanishamiz. Probirkaning 1/4 qismiga kaliy-permanganat solinadi. Gaz o'tkazish nayi o'rnatilgan tiqin bilan probirka berkitiladi. Asbob temir shtativga birinchi rasmda ko'rsatilganidek o'rnatiladi. Tayyorlangan asbobning germetik va mahkam o'rnatilganligi tekshiriladi. Kislorodni olish jarayoni. Yuqorida aytib o'tilganidek, oz miqdorda kaliy-permanganat olib, uni asta-sekinlik bilan probirkaga solinadi. So'ng probirkaning og'zini paxta va nay o'tkazgichli tiqin bilan berkitiladi. So'ng asbobni shtativga rasmda ko'rsatilganidek o'rnatiladi. Kislorodni yig'ib olish uchun tiqinli probirka va kolbadan foydalaniladi. Ularni ichiga suv to'ldirilgan holatda suv idishga solinadi. Jarayonni boshlash uchun spirt lampasi yoqiladi. Shu o'rinda spirt lampasi yoki uratrapindan foydalanish mumkin. Qizdirish jarayoni boshlangach, suv tubida kislorod pufaklari hosil bo'ladi. Jarayon quyidagi reaksiya tenglamasi asosida sodir bo'ladi. Kislorodni probirkaga asta-sekin yig'ib olinadi va probirkaning og'zi tiqin bilan berkitiladi. Xuddi shunday suv tubida kislorodni kolbaga ham yig'iladi. Kolbaning og'zi ham tiqin bilan berkitiladi. Tajribaning keyingi qismida yig'ib olingan kislorod tekshiriladi. Buning uchun probirkaga yig'ib olingan kislorodni tekshirish uchun shtativga probirka o'rnatiladi va unga cho'g'langan cho'p solinadi. Bunda cho'pning alangalanishini kuzatish mumkin. Bu probirka ichida kislorod yig'ilganidan dalolat beradi. Xuddi shunday kolbaga ham yig'ilgan kislorodni tekshirish uchun ko'mir, oltin gugurt yoki fosfordan foydalanish mumkin. Tajribada oltin gugurtdan foydalanamiz. Buning uchun temir qoshiqchaga oz miqdorda oltin gugurt olinib, spirt lampasi yordamida qizdiriladi. Yonish holatiga kelgan oltin gugurt asta-sekinlik bilan kolbaga solinadi. Bunda oltin gugurt yonishining kuchayishini ko'rish mumkin. Kislorod albatta yonish jarayoniga kuchli ta'sir qiladigan modda hisoblanadi. Jarayon natijasida oltin gugurt 4 oksidi hosil bo'ladi. Bajarilgan ish yuzasidan quyidagi tartibda hisobot yoziladi. Birinchi, ishning mavzusi va maqsadi. Ikkinchi, bajariladigan ishda kerakli jihozlar va reaktivlar ro'yxati. Uchinchi, ishni bajarishdagi har bir qismni alohida nomlab, ishni bajarish tartibining qisqacha izohlanishi.
ishni bajarish jarayonida ishlatilgan asboblarning rasmini chizish, sodir bo'lgan hodisalar yuzasidan xulosalar berish. 4. Sodir bo'lgan reaksiya tenglamalari yoziladi. 5. Ish davomida olingan natijalar yuzasidan yakuniy xulosalar chiqariladi.